Chol bilan kampir. O'tgan zamonda bir chol bilan kampir yashagan ekan. Bularning tirikchiligi o'tin sotib kun kechirish ekan. Kampir har kuni ko'moch qilib berar, chol har kun o'tin terib kelar ekan. Bir kuni chol o'tin tergani borib, buloqning bo'yida uxlab qolibdi. Tushida birov "Tur, ana uni ol" debdi. Qarasa buloqning ichida bir supra aylanib turganmish. Uni nima qilaman debdi chol. "Ochil supram deb aytgin" debdi haligi odam. Uyg'onib ketib chol "Ochil supram" desa, oldida ko'z ko'rmagan nozu ne'matlar paydo bo'libdi. Chol ochil supramni yaqin bir og'aynisikiga olib borib, "Shu senda turib tursin, o'tin terib bo'lib olib ketaman, lekin ochil supram deb aytmagin" debdi. Og'aynisi bo'lsa, uyga kirib suprani ochiltirib, sirni bilib olibdi. Chol ishdan qaytayotib, "Ochil supramni olib chiqib ber" debdi. Og'aynisi almashtirib qo'ygan boshqa suprani beribdi. Chol uyiga borib kampirga maqtanibdi. "Ey kampir, qara, nima olib keldim? Ochil supram" desa, hech vaqo chiqmabdi. Cholning jahli chiqib, "Kampir, tag'in ko'moch qilib ber" debdi. Ko'mochni beliga tugib, o'tin tergani ketibdi. Chol yana o'sha buloq bo'yida uxlab qolibdi. Tushida birov "Tur, ana uni ol" debdi. Qarasa, bir gaz aylanib turganmish. "Gazni nima qilaman" debdi. "Olib gazla gazim desang, shoyi atlaslarni gazlab tashlaydi." Chol uyg'onib, yana og'aynisikiga boribdi. O'rtog'i bu gal uni mehmon qilibdi. Chol gazni berib, "Uyingda turib tursin, hali olib ketaman. Faqat gazla gazim deb aytmagin, xo'pmi?" debdi. Og'aynisi uni ketishi bilan gazni toza gazlatibdi va uyini mollarga to'ldirib tashlabdi. Chol ishdan qaytib, gazini so'ragan ekan, o'rniga boshqa gaz beribdi. Chol kampirining oldiga hovliqib kelib, "Gazla gazim" desa, yana hech narsa gazlanmabdi. Chol g'azablanib, "Yana ko'moch qilib ber" debdi. Ko'mochni olib, buloq bo'yiga qarab jo'nabdi. Buloq bo'yida yana uxlab qolibdi. Tushida birov "Tur, ana uni ol" debdi. Qarasa, bir tovoq aylanib turganmish. Quruq tovoqni nima qilaman desa, "Pishti palov deb aytgin" deb o'rgatibdi. Ko'zini ochib chol "Pishti palov" degan ekan, tovoqda sergo'sht, yog'liq osh paydo bo'libdi. Chol palovni yeb, qornini to'yg'azib, jo'rasinikiga jo'nabdi. Jo'rasi suyunib ketib, katta ziyofat qilibdi. Chol bu gal unikida yotib qolibdi. Uxlayotib, "Pishti palov demagin" deb tovoqni ko'rsatibdi. O'rtog'i bo'lsa, tovoqni uyiga olib kirib, bola chaqasini toza to'yg'azibdi. Erta bilan turib chol almashtirib qo'yilgan tovog'ini olib, kampirning oldiga shoshilibdi. Kampirni o'tkazib qo'yib, tovoqqa "Pishti palov" desa, yana hech narsa chiqmabdi. Chol g'azablanibdi. Kampir uni urusha ketibdi. Bir top o'tin keltirganingda ovqatimiz pishardi. Har kuni quruq kelaverasanmi?" deb uni rosa qarg'abdi. Kampir "Mana bugun sirni tagiga yetaman" debdi chol. Kampir noiloj yana ko'moch qilib beribdi. Audiobook
.uz internet magazini bolalar va kattalar uchun kitoblar taqdim etadi. O'zbek tilida Tohir va Zuhra o'zbek xalq ertaklari. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda bir podshoh bor ekan. Uning farzandi yo'q ekan. Kunlardan bir kun o'ylab, xafa bo'lib o'tirsa, o'ng qo'l vaziri so'rabdi. Podshohi olam, nega xafasiz? Sharq ertaklari. Kunlardan bir kun bir sichqoncha tug'ilibdi. Bu sichqonning boshqalardan farqi shunda ekanki, uning bo'ynida oq qashqasi bor ekan. Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Kumushbibi uyqudan turib favqulodda bir holga uchraydir. Bir kechada hammaning tushiga to'y kirib chiqqan. To'y uchun yangi ko'rpalar qoplamoqchi bo'ladilar. Par to'shaklar olmoqchi bo'ladilar. Kuyov uchun qanday kiyim yarashmog'i ham bahs qilinadir. Oftob oyim eriga oltin kamar olmoqqa buyuradir. Tavba! Umar Xayyom. Turmush tasbehi. Ruboiylar. Ul kimu go'zallarga xandon lab bermish. Dard ahliga jigar qonin zab bermish. Qismatimiz shodlik bo'lmasa ne g'am. Shodmiz. Chunki g'amni minglab bermish. Alpomish. O'zbek xalq dostoni. Burungi o'tgan zamonda 16 urug' Qo'ng'irot elida Dobonbiy degan o'tdi. Dobonbiydan Alpinbiy degan o'g'il farzand paydo bo'ldi. Alpinbiydan tag'in 2 o'g'il paydo bo'ldi. Katta konining otini Boy bo'ri qo'ydi. Kichkinasining otini Boy sari qo'ydi. Rus tilida. Aleksandr Sergeyevich Pushkin. Kattalar va bolalar uchun ertaklar. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила б я пир». Ivan Andreyevich Krylovning ma'lum va noma'lum masallari. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Alisher Navoiy. Hamsa. Hayratul Abror. Те дни, когда победоносный шах с врагами царства пребывал в боях, но керов верных 102 всего сопровождали шаха своего. В сражениях каждая его стрела смертельной для противников была. Gans Christian Andersen. Qish ertagi. Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. И это смотрели каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Был 17-й день месяца Далуф 1264 года хиджры. Солнце зашло, со всех сторон неслись призывы муэдзинов к вечернему намазу. Известный в городе Маргелане караван-сарай, ворота которого обращены на юго-восток, был переполнен приезжими. Здесь останавливались обычно купцы из Ташкента, Самарканда, Бухары.
Вернувшись после дневных забот под кров караван-сарая, его обитатели занялись приготовлением ужина. Во всех комнатах царило оживление, громкий разговор, хохот, шум такой, что казалось, вот-вот здание поднимется к небесам. В глубине двора находилось помещение понаряднее остальных. Ганс Христиан Андерсен. Bahor ertagi. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе-бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Zulfiya. Yurak hamisha yo'lda. She'r va dostonlar. Как душно в комнате. Я выхожу во двор, и светит мне звезда в тумане теплой ночи. Я знаю этот свет, я помню этот взор. Да это же твои глаза глядят мне в очи. Bizning audio kitoblarimizni shahringizdagi do'konlardan so'rang. Shuningdek, siz ularni audiobook.uz saytidan ham ko'chirib olishingiz mumkin. Mualliflik huquqlari va ular bilan hamkorlik masalalari bo'yicha audiobook.uz saytimizda ko'rsatilgan aloqa uchun ma'lumotlar bo'yicha murojaat etish mumkin.